alaykum hamqishloqlar. Hamma sog'-omonmi? Xonadonlar tinchmi? Mana ancha kundan beri chiroyli hashar ketyapti. Yoshlarimiz aktiv qatnashyapti. Keksalarimiz ham bosh bo'lib juda katta ishlar qilyapti. Mana shu Xudo xolasa mana xonaqomizda qancha ibodatlar qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha azon aytilyapti. Azon aytilgan joyda qanday savoblar kuchli bo'ladi? Azondan keyin namoz o'qilsa qanday savoblar bo'ladi? Namozdan keyin qo'limizdan kelgancha tilovat qilyapmiz. Qishlog'imizda o'tgan ota-bobolarimiz, og'ayin qarindoshlar, mo'min musulmonlar, mo'mina musulmonlar barchamizda o'tgan unvonlar haqqiga deb duo qilinyapti. Mana shu yoshlarimiz ko'rib turibdi. Ertaga biz ham o'tib ketamiz barchamiz. Mana shu yoshlarimiz biz ota-bobolarimiz shunday namozlar o'qib, yerda duolar qilgan edi. Biz qila olmaymizmi? Ota-bobolarimizga haqqiga duolar qila olmaymizmi? Qancha ota-bobolarimiz o'tib ketgan, buni qo'shnilarimiz o'tgan, qancha odamlar keksalarimiz ko'rganmiz, namoz o'qiganini, yerda duolar qilganini deb mana shu yoshlarimiz, farzandlarimiz, nevaralarimiz, Xudo xolasa qo'shnilarimiz namozlar o'qib, ibodatlar qilib, haqqimizga barchamiz haqqimizga duolar qilinadi. Oxiratimizga qancha oziqa bo'ladi. Bu dunyoda shu namoz o'qib, ibodat qilib, duolar qilib o'tsak, ikki dunyo Xudo xolasa ikki dunyo saodatini erishamiz. Barchamizga mana shunday ibodatlar qilishlikni, hasharlarda qatnashlikligimizni, ibodatlar qilib, chiroyli duolar qilamiz, o'tganlarimiz haqqiga duolar qilishligimizni Allohim o'zi nasib qilsin. Rahmat sizlarga. Omon bo'linglar. Xudoning panohiga amallaymiz.